Ko'p odamlarning hozirda mana shu holatda o'tirishini ko'rishingiz mumkin. Yoshi katta, o'rta yosh, o'smir yosh, farqi yo'q. Ko'p holatlar odamlar mana shu holatda o'tirishyapti. Nega degan savol bo'lishi mumkin. Sababi bitta. Mana shu holatda o'tiradigan odamlarning ham bo'ynida, ham belida muammosi bor. Sababi chap oyog'ini o'ng oyog'ini ustiga qo'yib o'tirganda bel qismida rastyashka, ya'ni cho'zilish hosil bo'ladi va og'riq nisbatan kamayadi. Tekis o'tirganda og'riq vujudga kelaveradi. Nega deganda hozirda ko'p odamlar kompyuterda, telefonda o'tirish oqibatida bo'ynida va belida grijalar paydo bo'lish sabablari bo'lyapti. Eng zo'ri nima qilish kerak? Doimiy ravishda jismoniy mashqlarni qilib turish kerak. Bo'yningizda va belingizda kuchli og'riq bo'layotgan bo'lsa, Unionmed klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.